mana shunaqa ruchnoy urug' ekadigan selka apparat qidirib yurgan akalarimiz uchun bugun agroservis do'konlarimizda yangi partiyada yetib kelgan ruchnoy selka apparatlarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlari, narxlari va ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Bu ruchnoy selka apparatlar yordamida o'zi nimalarni ekish mumkin deb so'ragan akalarimiz uchun bu ruchnoy selka apparat yordamida barcha turdagi urug' mahsulotlarini ekish uchun bemalol mana shunday ruchnoy holatda ishlatish imkoniyatlaringiz bor. Xo'p, bu ruchnoy selka apparatlarimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda mana shunaqa turdagi temir korpusli, razmerga o'zgaradigan har xil modelli variantlari bor. Xohlaganlar uchun plastmassiy korpusli H20 modellarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Xohlaganlar uchun mana shunday ham urug'larni, ham dorilarni solish uchun mo'ljallangan original bo'lgan variantlari ham sotuvda bor. Xohlaganlar uchun nejavekali variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Faqatgina urug'larni ekish uchun mo'ljallangan va undan tashqari H25 modellarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Bemalol kelib mana shu turdagi modellardan ham bizning do'konlarimizda sonlari chegaralanmagan holatda sotib olishlaringiz mumkin. Bu ruchnoy selka apparatlari o'zi ishlash prinsipi qanday deb so'ragan akalarimiz uchun ishlash prinsipi juda ham qulay. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bir tomonida dorilarni, bir tomonida makkalar, lo'ya, mosh shunga o'xshagan barcha turdagi mahsulotlaringizni ekish uchun mo'ljallangan. Boshqarish juda ham qulay. Mana shu holatda e'tibor berishlaringiz mumkin. Har bitta urug' tashlagan joyiga dorisini sirazi solib ketadi. Bu degani sizga bitta vaqt o'zida vaqtingizni va dorilaringizni sirazi mana shu bitta selka yordamida solib ketish uchun mo'ljallangan ruchnoy selka apparatimiz hisoblanadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu turdagi modellardan ham bizning do'konlarimizda sotuvda bor. Bularda ham razmerga o'zgaradigan, o'zgarmaydigan modellari sotuvda bor. Xo'p, bularning narx-navolarini boshdan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda bizning do'konlarimizda assortiment juda ham ko'p. Bu ruchnoy selka apparatlarimizni eng arzon modellarini atiga 800 ming so'mdan boshlab 2,5 million so'mgacha ruchnoy selka apparatlarimiz bizning do'konlarimizda sotuvda bor. Xo'p, bu ruchnoy selka apparatlarda bir-biridan nima farqlari bor deb so'ragan obunachilarimizga, bularda bir-biridan farqi asosiy ichki tomon zapchastlari. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu ruchnoy selka apparatlarda ichkari tomon zvyozdichkalari, shesternalari arzonroq, prostoyroq modellardan qo'yilganligi uchun bular razmerga o'zgarmaydi. Faqatgina bitta razmerga 25 sm gacha ekib keta oladi. Xo'p, undan tashqari faqatgina bitta sezon ishlatsam bo'ldi deganlar uchun bitta sezonga ishlatishlaringiz mumkin. Agarda baquvvatroq, listlari qalinroq, nejavekali variantlardan bo'lsin degan akalarimiz uchun nejavekali usti korpuslari temirli qilib ishlangan va ichki tomon shesterna o'qlari ham qalin shesternalardan ishlangan va e'tibor berishlaringiz mumkin. Mana shunday o'zini pachimlilari ham original bo'lgan modellardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Undan tashqari bu ruchnoy selka apparatlarimizni aytib o'tganimdek ham dorilarni ham ekinlarni ekib ketish uchun mana shunday variantlardan ham sotib olishlaringiz mumkin. Faqatgina bularning razmeri o'zgarmaydi. Razmeri ko'rib guvohi bo'lganingizdek 22 sm gacha ekib keta oladi. Xo'p, undan tashqari faqatgina dorilarni va ekinlarni ekish uchun mo'ljallanmagan. Ekinni o'zini ham ekishlaringiz mumkin, faqatgina razmeri o'zgarmaydi. Shu joylariga ahamiyat beringlar. Undan tashqari H16 modellarimizdan olib kelib qo'yganmiz. H16 modellarimizda shesternalari qalinidan, zvyozdichkalari katta, 220 talik shesternalardan qo'yilgan va bu yerga pachimlilargacha qo'yib o'tilgan. Xo'p, undan tashqari e'tibor berishlaringiz mumkin, hamma joyi temir korpusli, nejavekali varianti. Undan tashqari tepasida o'zini qatiradigan joylari ham bor. Bularda razmerlarni ham chuqurligini o'zini ham ligirovka qilib ishlatishlaringiz mumkin. E'tibor berishlaringiz mumkin. Chuqurliklari hozir 7 sm bo'ladigan bo'lsa, buni qo'yadigan bo'lsangiz 5 sm qilib jihozlab ishlatishlaringiz ham mumkin. Xo'p, bularni hammasini komplektda agregatlari har xil bo'ladi. Agregatlari deyilayotganda mana shunday razmerga o'zgartiradigan nasatkalari bor. Bundan tashqari oralig'ini kengaytirib, toraytirish uchun
e'tibor berishlaringiz mumkin. Razmerlarni katta kichik qilib ham ishlatishlaringiz mumkin. Undan tashqari nasatkalariga ahamiyat berasizlar, loyalar, moshlar va undan tashqari makka mahsulotlarini ekishlik uchun ham har xil turdagi nasatkalari bor. Bularda hamma nasatkasi hammasida har xil. Misol uchun mana shu modelimizda o'zini 5 xil nasatkasi bor. Bu nasatkalari bilan 25 xil urug'larni ekish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Xo'p, bu 25 xil urug' deganda loya, mosh, makka va shunga o'xshagan boshqa turdagi ekinlarni ekish uchun mo'ljallangan. Bu ruchnoy selka apparatimizda aytib o'tganimda o'zini 5 xil nasatkasi bilan narxi atiga 800 ming so'm. Bundan tashqari bundan ko'ra yaxshiroq, baquvvatroq varianti bo'lsin deganlarimiz uchun bunkerlari 2,5 kilogramgacha urug'larni solish uchun mo'ljallangan. Usti korpuslari nejavekali, temir korpusli bo'ladi. Undan tashqari ichki tomon shestrinalari qalinidan e'tibor berishlaringiz mumkin. Zvozdishkalari ham kattasidan. Bu zvozdishkalari asosiy ishni qilib beradi. Urug'ni bir me'yorda tashab ketish uchun yordam beradi. Undan tashqari bularda komplektida o'zini mana shu turdagi nasatkalarni xo'p, birinchi modelida 5 xil nasatkasi bo'lsa, bunda 30 xil nasatkasi bo'ladi. Bu degani 250 xil urug'ni ekish uchun mo'ljallangan. Xohlagan variantda, misol uchun urug'larda ham har xil razmeri bo'ladi. Misol uchun mana shu makkani o'zi ham biri kattaroq, biri kichikroq. Shuni razmerga moslashligi uchun arzonchiroq variantlarda nasatkasi bittagina mana shunday nasatkalari bo'ladi. Bularda esa har xil nasatkasi bo'lganligi uchun sizga qaysi biri razmeringizga tushadigan bo'lsa, o'shani qo'yib foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p, undan tashqari bu ruchnoy selka apparatimizni ham narxini aytib ketamiz. Bularda tishlari qatori 18 qatordan boshlab 25 qatorli variantligacha bor. Bularimizni narxi eng arzon modellari, xuddi shu ko'rinishdagi variantlarini eng arzonlari 1 million 400 ming so'mdan boshlab 2 million 200 ming so'mgacha mana shu turdagi variantlari sotuvda bor. Undan tashqari ham dori ham urug'larni solib ketish uchun mo'ljallangan variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Xohlaganlar uchun bu variantdagi modellarni 22 cm ga ekadigan ham urug' ham dorilarni solib keta oladi. Bularimizni narx-navolari hozirgi paytda bularda ham komplektga nasatkalarni qo'shib beramiz. 15 xil nasatkasi bor. Bularimizni narx-navolari hozirgi paytda 1 million 300 ming so'mdan boshlab razmerni katta kichikligi, tishlarini ko'p yoki ozligiga qarab 2 million so'mgacha bu turdagi ruchnoy selka apparatimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Xohlaganlar uchun H16 modellarimiz, bular ham razmeri o'zgaradigan varianti. Bularimizni hozirgi paytda o'zini komplektlarida e'tibor berishlaringiz mumkin. Ba'zi loyalarni o'zigacha razmerlarni o'zgartirib ishlatsangiz bo'ladi va mosh mahsulotlari bo'ladimi, makka mahsulotlari bo'ladimi, hammasini ekish uchun mo'ljallangan o'zida 20 xil o'zini nasatkasi bor. Bularimiz ham hozirgi paytda komplektdagi nasatkalari mana shunday o'zini yonidagi korpuslarni chiqaradigan bo'lsa, chuqurligini, sayozligini va balandligini ligirovka qilib foydalanishingiz mumkin. Bularimizni narxi atiga 1 million so'mdan boshlab 1 million 800 ming so'mgacha mana shu turdagi variantlardan bor. Bularni aytib o'tganimda ichki tomon zapchaslari va tishlarining soniga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Undan tashqari faqatgina eng zo'ri bo'lsin, eng baquvvati bo'lsin degan kerak uchun xohlaganlar uchun mana shunday variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, hamma yo'q nejavekali bo'ladi. Usti korpuslari ham razmerga o'zgaradigan aytib o'tganimda, keyin razmerga o'zgartirishda ham qanday nasatkalarni qo'yib olamiz deb so'ragan akalarimiz uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. Razmerlarni bitta o'zgarishini ko'rsatib ketamiz. Ichida mana shunday o'zini, mana shunday original shestgranilari bo'ladi va undan tashqari mana nasatkalari chiqadi. Nasatkalari ham mana e'tibor berishingiz mumkin. Eng asosiy joyi mana shunday tili hisoblanadi. Bu tilini qo'ymaydigan bo'lsangiz, urug'ni bir me'yorda tashamaydi, ko'p yoki oz qilib tashab yuborishi mumkin. Xo'p, undan tashqari ichkarisida mana shunday noli bor. Bu noli hammasida bo'ladi. Buni qo'yganingizdan keyin nasatkalarni almashtiradigan bo'lsangiz, bularni yana boshqatdan qo'yib, joyiga ustanovka qilasiz va yana boshqatdan yopib turib, bemalol urug'laringizni ekib keta olasiz. Buni mana shuni o'zini o'rni bor akalar, o'rniga qo'ymaydigan bo'lsangiz,
anchagina sizga ish ko'payib ketadi. Shuning uchun iloji boricha o'rniga qo'yib foydalanishlaringizni tavsiya beramiz. Mana ko'rib guvoh bo'lganingizda razmerga o'zgartirishlari mana shu holatda bo'ladi. Xo'p, bularimizda komplektda o'zini nasatkalari, 25 xil nasatkalari bor. Bularimizda narx-navolari hozirgi paytda 1.500.000 so'mdan boshlab 2.5 million so'mgacha mana shu turdagi assortimenti bor. Bularda ham razmeriga o'zgaradigan, o'zgarmaydigan variantlari bor va orasi yaqin yoki uzoqligiga qarab nasatkalarni katta kichikligiga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Aytib o'tganimdek, eng asosiysi assortiment bor. Bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Dastlabki xizmatlarimiz ham kelishilgan holatda bor. Qaysi bir variantdan deydigan bo'lsangiz, o'sha variantda sizga dastlabki qilib chiqarib berish imkoniyatlari ham bor. Faqatgina bizda oldindan to'lov karta raqamlariga pul tashib beradigan bo'lsalaringiz, dastlabkilarni 12 ta viloyatgacha dastlabki qilib bera olamiz. Kimga mana shu turdagi ruchnoy selka apparatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agro servis do'koni. Aytib o'tganimda 800.000 so'mdan boshlab 2.5 million so'mgacha har xil turdagi assortimentdagi ruchnoy selka apparatlarimiz bizning do'konlarimizda sotuvda bor. Faqatgina ruchnoy selka apparati emas, bu tomonda mana motobloklarimiz, har xil turdagi texnikalarimizni bizning do'konlarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda sotib olishlaringiz mumkin. Video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Manzil Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agro servis do'koni. E'tiboringlar uchun rahmat. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha